Assalomu alaykum qarindoshlar. JavaScript'dan asos yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 4-chi qismliq darsi. Oldingi qismliq darsda men HTML bilan CSS ga ozroq asos tiklab bergan. Bu vaqtda men rasmiy JavaScript kelamiz. JavaScriptning tunji qitim so'zlaydiganimiz variable. Bu agar ozroq programma asosingiz bo'lsa bilsiz variable nomligini. Ya'ni erki o'zgaruvchi miqdor yoki o'zgaruvchi deb tarjima qilamiz. Ammo lomch ingliz tilini bilganimiz yaxshi. Variable. Variable degan nima deganda bu bir sonliq ma'lumot tipi. Hamda ba'zilar shu JavaScriptda sonliq ma'lumot tipi yo'q, ya'ni data type deydi inglizcha. Data type yo'q deb qarash mumkin yoki kuchli emas. Masalan, Javaga selishtirgan chaqda Javada siz ma'lum bir nimani jakarlagan chaqda qurganda, masalan, son, harf yoki bir tekis nima yozgan bo'lsangiz, cho'qim buning sonliq ma'lumot tipini yani erki o'zgarishini aniq ataysiz. Aniq yozmasangiz u qurilmaydi. Lekin JavaScript unda qilishingizni talab qilmaydi, chunki bu ojiz. Bu uning ustiga harakatchan, mana muqim turg'un emas. Buni dynamic deydi. Javaninki qanday muqim. Unda bo'lsa, men amaliy misol bilan tushuntirayman, bir amaliy ko'rsatib qo'yay. Google nasaq yoki xalqan bir to'rbet nasaq bo'ldi. Xalqan bir to'rbet nasaq. Mousening o'ng knopkasini chekib, inspect tekshirishni ochaylik. Tekshirishni açsaqanda mavu tekshirish, har xil tekshirish usullari va yo'llari chiqdi. Ma sol tarafda qanda Google o'zi. Qarasanglar element, source, network, performance, memory deydi. Bizga kerakli bo'lgani console. Console. Ya'ni biz variable to'g'ri so'zlagan shunami? Variable degan, masalan, insonlar bormi matematikada bir ma'lumlik tanlama so'zlaganda x qo'shilgan 5 dan 6 dan undan x dan necha degan x o'zi shu variable shu. Erki o'zgaruvchi shu. Hamda JavaScript'im qanday ba'zi variable'larni, ba'zi erki o'zgaruvchi miqdorlarni ishlatadi. Masalan, buni yozgan chaqda var deb yozdi qisqartirilma. Var. Var'ningga ismi deyli. Masalan, ismi. Uyg'ur IT bo'lsin. Uyg'ur IT bo'lganda, hozir bu qanday? Biz bir variable qurgan bo'lamiz. Bu Java'ningga o'xshamaydi yoki boshqa kuchli talab qiladigan. Uning cho'qim aniq, masalan, mavu bir xatqu, so'z yoki xat. Buni string deymiz. Buni string deydi. Ya'ni string. Buni interni bassaq undefined deydi. Undefined amaliyotda bu aniqlanmadi deydi. Aniqlanmadimi deganda bu aniqlanib bo'ldi. Ichida bor. Masalan, ismini biz bo'g'icha Uyg'ur IT chiqarib bo'ldi. Hamda masalan yana bir variable qo'ysam, masalan yosh deyli, yeshi. 30 bo'lsa, intern bassam men undefined deydi, lekin yosh qarsam chiqarib bo'ldi. Diqqat qilsanglar, mavu so'z yoki jumla yoki harflar oldi. Buni string deymiz. Mavu qanda son. Buni int deydi. Int. Masalan, turibdi ham nazariy qismini so'zlab beraman. Int deydi. Amaliyotda diqqat qilsanglar, masalan, yana bir so'z quray, string. Java doğan bo'lsa string deb oladi. Ammo JavaScript unda qilmaydi. Var, ya'ni variable qurdim demakchi. Masalan, yosh 2 shunaqa. Buni 30. Undefined yosh 2. Qaranglar. Mavi 30, ma 2si qanday? Naqlning ichida shunami? Qo'shni naqlning ichida. Double quotationning ichida. Ma yosh qarsanglar, unda yo'q. Sanlam. Demak,
Ma double quotation'ның içidikisinin özü nima bo'ldi? Buni string deymiz. String. Amma ma uning ichida emas hech qanday olmaganimiz qanda bu son bo'ladi. Demak, eng asosli, ya'ni primitive, eng asosli dastlabki qana sonliq ma'lumot tipi JavaScript qanda ham son, ham sonni saqlay oladi ekan, ham qanda so'zlarni buni string deydi. Sonni int deydi. Int degani butun son degan. Bütün string yani so'zlarni qilgan chaqda, masalan, so'zlarni qilgan chaqda name deydi. Name bo'lsa yoki qo'sh naql belgisi double quotation deydi. Masalan, Mahmud deydi. Yoki double quotation osonli bo'ldi. Yoki bo'lmasa single quotation taq naql belgisi osonli bo'ldi. Qaysini olsanglar o'xshash. Name ni olsanglar Mahmud man chiqirib turdi. Endi son bo'lgan chaqda deganda, son bo'lganda masalan yil o'sqanda 2020 bo'lsa bu sonni unda yozmaymiz quotationning o'zini qanda yil 2020 biroqlam o'zini chiqirib turdi. Endi diqqat qilgan bir nuqtaga diqqat qilsanglar, bu JavaScriptda sonninki masalan ba'zida aniq qiliqi butun son yoki kasr son degandek boshqa tillarga qaraganda aniq olmaydi. Masalan, qarasanglar Java'da masalan yoki boshqa sonliq ma'lumot tipi aniq talab qilganda 3.0 bilan 3 qanda teng emas. Bu teng olmaydi. Matematikalik teng bo'lgan bilan bu ba'zi program tilda teng emas. Lekin JavaScript qanda bu ikkisi o'xshash. Bu ikkisi teng. Shunga bayam qilman degan bu JavaScript sonliq ma'lumot tipi bek kuchli emas demoqchi. Agar Java bo'lgan bo'lsa, men false bo'ldi. Teng olmaydi. Shunga bu JavaScriptni qanda nima deymiz? Bekmo kuchli emas deb qaraymiz. Endi yana bir nuqta, siz diqqat qilgan bir nuqta. Men yerda true dedi-ku, shu boolean shu. Boolean. Boolean degan bir data type degan gap. Endi masalan bir son bor deylik. Var. Car. Hozir son olamdi, xat olamdi bilgil olmaydi, ammo faqat yozgandikilar biz bila olamiz. Masalan, buni Toyota dey. Toyota dey. Yana birini alay. Year. Yilni qanda? 2020 ning Toyotasi bo'lsin. No, birisi Toyota, birisi 2020. Endi qarasanglar, car deb bassanglar, Toyota deb qanda, mana naql belgisidan o'xshab chiqdi. Demak, bu so'zkin, ya'ni string deymiz. String. Endi year deb solsak, bunda naql chiqmaydi. Buni nima deyotganmiz? Int, sonkin deymiz. Shunaqa son. Endi diqqat qilinglar, yana birisi. My car deb 2020 Toyota qo'shimiz 2020. Nima chiqdi? My car son bilan ma harfni so'zni qo'shib olamdi. Int bilan stringni boshqa tillarda qo'shib olmaydi. Lekin JavaScript qanda agar son bilan bu harf, ya'ni int bilan string birga kelsa qanday bo'ldi? Bu so'z deb oladi, string deb oladi. Mana qaranglar. 2020 ni ma'no ichiga selutdo degan gap. Hamda biz hozir nimani o'rgandik desanglar, son o'rgandik, so'z o'rgandik, ya'ni string yoki bir xat deb olaylik. Xat o'rgandik. Undan keyin boolean. Boolean degan bull degan odamning ismi, bully degan odamning ismi. Boolean shu booleanning nimasi deb. True mana, true yoki false deb o'rgandik. Data type, ya'ni sonliq ma'lumot tipini. Hozir biz 3 ni o'rgandik. Undan keyin undefined o'rgandik. Undefined nima qanday? Aniqlanmadi demoqchi. Aniqlanmadi demoqchi. Undan keyin bir qancha diqqat qilgan nuqta, biz
Qurgan chaqda san bilan başlamaymiz ismini. Mesela 4 yaş deb manda qursak bo'lmaydi. San bilan başlamaymiz. Sanni oxiri bilan başlasak mı qanda bo'ladi, ammo sanni o'zi bilan başlamaymiz. Hamda buni bir men yig'incha qilib o'tsam, bugungi kun JavaScriptning data type, ya'ni sonliq ma'lumot tipi qancha xil? 2 xil. Birisi primitive, ya'ni birisi non-primitive. Primitive degan qanda dastlabki ibtidoiy, eng dastlabki qurgan qanda sonliq ma'lumot tipi. Mana bu non-primitive. Uni biz keyin so'zlaymiz. Endi shu primitivening ichida qanda bu sonliq ma'lumot tipida qanda number, son bar, boyagi int, number berishga ishlab. String bar, string degan qanda so'z yoki xat yoki jumla. Boolean bar, boolean degan nima dedim? True or false. Chunki boolean degan odam 18-asrda kashf qilgan bu kompyuterlik tilni. True or false ni shuning nomi bilan boolean deb atagan. Undan null degan qanda quruq. Undan undefined, undefined ni ko'rdik qanda aniqlanmadi demakchi. Va simbol yangi qitildi bu. 2015-yilda yangi qitildi deyman. Undan object ma non-primitive niki, undan boshqa non-primitive type'lar bor. Endi bugungi yig'incha qilsam qanda number, string, boolean, undefined, null, ya'ni variable. var var deb qanda quramiz. Uni quvgan chaqda naql, qo'sh naql yoki taq naql bilan qo'ysak nima bo'ladi? String bo'ladi. Bu string bo'ladi. Agar shuni ham sonning o'zini yozsak qanda number bo'ladi. True or false bo'lsa boolean bo'ladi. Undan keyin shunday hech qanday bo'lmasa null yoki nimani bosgandan keyin undefined chiqmadi yoki aniq emas deb mana chiqadi. Uni nima qanda bor degan gap. Bugungi darsimiz mushagicha tushunmagan nuqtasi asli inkaz shaklida qoldirib qo'ysam bo'ldi. Hamda keyingi qism darsimizda biz bu variable ni o'zgarish miqdorini hamda texnik rasmiy to'xtalamiz. Rahmat.